Assalomu alaykum hurmatli Rekus hamda Halim Smart obunachilari. Bizda ozgina ishlagan hamda yangi telefonlarda narxlari bilan birma-bir tanishtirib chiqamiz. Bo'lmasa, manzillarimizni bir qator eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani, Makro 2-qavat 21-do'konga kelsanglar bo'laveradi. O'zbekiston 12 viloyati dastavkalarimiz bor. Bo'lmasa, birinchi navbatda yangi telefonlardan boshlaymiz. Xo'p, yangi telefonimiz Redmi Note 14 8 ga 128 talik 5000 mAh batareya 5,5 mAh batareya bo'ladi. Bularda 500 ampere ko'tarildi batareyalar. $190 qilib beramiz. O'zbekiston viloyat dastavkalar mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, keyingi telefonlarimiz budjetli variantda bo'lgan Redmi A5 telefonimiz $110, 4 ga 128 talik ochilmagan holatda qo'lingizga yetib boradi do'stlar. Keyingisi 364 GB-ligi 1,250 million, bunda ham 1 yil garantiyalari bor. Ofitsialniy imeyka O'zbekiston 12 viloyat dastavka ichida bo'ladi do'stlar. Realme ga qiziqadigan do'stlarimiz uchun Realme Note 60 telefoni do'stlar, 4 ga 128 talik xotira, 5000 mAh batareya bo'ladi. Ishlashlari juda ham go'zal ishlab beradi. Yaxshi xizmatlarni qiladigan telefon. Bunimizni narxi keladigan bo'lsak 1,450 million qilib beramiz. Keyingi telefonimiz budjetli variantda bo'lsin deganlarga Ajib firmasini Ajib narxlarda bo'lgan Ajib X1 seriyasi do'stlar. Xotiralari keladigan bo'lsak, xotiralari 128 talik xotira bo'ladi. 8 ga 5000 mAh batareya. Bunimizda ham 1 yil kafolati bor. Telefonimizning narxi $120 qilib beramiz do'stlar. Samsungchilar bo'lsa oramizda Samsungchilarga Samsung Galaxy A56larimiz 1 yil kafolatlari bor. Imeykalardan o'tkazilgan tayyor holatda 256 taligini $400 qilib beramiz. 128 taligini $370 qilib beramiz. Albatta, ofitsialniy imeyka sibrosklar ketmaydi bularda. 1 yil garantiyalari ham, pechatlari ham bor do'stlar. Bemalol xarschalar bo'laveradi. Sal pastroq model bo'lsin deganlarga, sal pastroq modellar mana 36 hamda 26, 16. Qaysi model kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. A36miz do'stlar, xotiralari 8 ga 128 talik xotira, 5000 mAh batareya, hammasida 1 yil kafolatlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham stiker bor, bu yerda ham bor. Bunimizning narxi $315 qilib beramiz. 26miz ham xotiralari 128 talik xotira bo'ladi, 6 ga bo'ladi. Bunimizning narxi $250. Samsung Galaxy A06miz 2,100 million do'stlar, 4 ga 128 talik. Bunda ham 1 yil garantiyalarimiz bor. Bexijolat olinaveradi do'stlar. Infinixga qiziqadiganlar bo'lsa, Infinix firmasidan Infinix Hot 50i modeli. Bunimizning xotiralari 4+4 operativga 128 GB xotira, 5000 mAh batareya, 1 yil kafolatlari bor. Imeykalardan o'tkazilgan tayyor holatda 1,450 million do'stlar bu modelimiz. Keyingi modelimiz Technospark Go 1 do'stlar, 1 yil kafolati bor bunda ham. Xo'p, bu modelimiz Technospark Go'imiz 128 talik xotira, 5000 mAh batareya bo'ladi. Bunimizning narxi 1,350 million. Dastavkalar ichiga kiradi do'stlar. Xo'p, keyingisi Infinix Smart 9 juda ham hamyonbop, sifati yaxshi bo'lgan telefon. Bunimizning xotiralari ham 128 talik xotira, 3+3 operativga 5000 mAh batareya bo'ladi. Bunimizning narxi ham 1,350 million do'stlar. Xo'p, bu modellarimizni oladigan bo'lsa, tepaga sig'may qoladi, shuning uchun pastdan ko'rsatamiz. Xo'p, Itel A90imiz 256 talik 1,550 million. Bunimiz $120, bunimiz $100 do'stlar. 128 talik xotira bo'ladi. A90imiz do'stlar. Bunimiz ham $95 qilib beramiz buni. Xo'p, bularimiz $105 dan do'stlar. Bunimiz ham $100 qilib beramiz. O'zbekiston 12 viloyat dastavkalar bor. Endi mana bu yerda 14C modellari kelgan. 1,550 millionga do'stlar yangi telefon 14C modeli. S emas, ko'ringlar, ruscha C bo'ladi, C modeli. Hop, 4+4 operativga 128 talik xotira bo'ladi. Bunimizning narxi 1,550 ming so'm do'stlar. Bu yerga ham deb qo'ysak. Hop, 256 talik so'raganga 256 talik ham bor, ozgina narxi balandroq bo'ladi. Hop, bo'lmasa ketdik. O'zbekistonda ishlamagan 83 yo'nkisidagi telefonimiz do'stlar. 64 GB xotira, bezimeyka holatda bo'ladi. Face ID turib hamma yo'qlar ishlaydi. O'zimiz hozir Telegramga ishlatib turibmiz. Ishlashlari chotki, Face ID hamma yo'qlar ishlaydi. Bunimiz narxi keladigan bo'lsak 1,750 million qilib beramiz do'stlar. iPhone 7 Plus modelimiz do'stlar. 32 GB xotira, 103 ming batareyaga qo'yilgan. Bunimiz 950 ming so'm.
iPhone 7 ning ishqibozlari bormi? iPhone 7 larimiz 850 ming so'mdan tanlab olsanglar bo'laveradi. Bemalol. 3 dona bor xolos. iPhone X modelimiz do'stlar. 256 GB xotira, 100 usulinli batareyka. Telefonimizda turton yo'q, lekin Face ID esa ishlaydi do'stlar. Xotiralari 256 GB xotira ko'rishinglar mumkin. Koreya regionida xotira 256. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak 1.750 ming so'm qilib beramiz do'stlar. Arzon narxda 11 Pro bo'lsa, olaman deb kutib turgan do'stlar uchun arzon narxda iPhone 11 Pro kelib qolgan do'stlar. Telefonimizni Face ID ishlamaydi. Arzon narxda chiqarib beramiz. Ko'rishlaringiz turtoni bor, lekin Face ID yo'q. 64 talik mana joyda ozgina petnosi bor. Ko'rishingiz mumkin. Qolgan joylar hammalari yaxshi. Telefonimiz narxi 2.550 ming so'm qilib beramiz. Stiklo chexollari ichida bonus bo'ladi sizlarga do'stlar. Keyingi modellarimiz Samsung Galaxy A15 modeli 6/128 talik. Korobka dokumentlari yo'q. Do'kon tomonidan bilasizlar, обязательно garantiyalab beriladi. Bunimizning narxi 1.500 ming so'm qilib beramiz. Samsung Galaxy A33 5G modelini so'raganlarga do'stlar, 1.350 ming so'm qilib beramiz. Faqat $100 qilib beramiz. Do'kondan kelib xarid qilsanglar, 6/128 talik xotira 5000 mAh batareyka bo'ladi do'stlar. PUBG'chilar bo'lsa oramizda bitta kommentariy yozib qo'yasizlar. PUBG'ga Poco X6 Pro olgan yaxshimi yoki Infinix GT 20 Pro mi do'stlar? GT 20 Pro ko'rishinglar mumkin. 8/256 talik telefonimiz arzon narxda sotildi. Sotiladi, bilasizlar. Bundan oldingi videolar ko'rgan bo'lsangiz, Instagram tarmog'imizda $250 ga GT 20 Pro ni $255 ga qo'yib berganmiz. Bunimizning narxi atiga $200 qilib beramiz. Nima uchun? Korobkasi yo'q xolos buni. Korobka dokumentlari yo'qligi uchun shu narxda bo'ladi. Lekin o'zini original 45 vatli zaryadkalari bor. Telefon o'zi xolos. Zaryadka bilan birga. Bunimiz narxi aytib o'tganimdek 2.600 ming so'm do'stlar. Xiaomi kompaniyasi qiziqadiganlarga mana 6/128 talik Xiaomi 11 Lite modeli do'stlar. Bunimiz narxi 1.350 ming so'm do'stlar. Samsung Galaxy A06 4/128 talik bo'lgan A06 modelimiz do'stlar. Korobka dokumentlari do'kon tomonidan garantiyalab beriladi. 1.50 ming so'm qilib beradi do'stlar. Xo'p, keyingi modelimiz Samsung Galaxy A13 modeli 464 GB xotira 900 ming so'mga do'stlar. Redmi Note 12 ga so'raganlarga 1.250 ming so'mdan 4/128 talik 5000 mAh batareykaliklar do'stlar. Keyingi modelimiz 950 ming so'mga Samsung Galaxy A14 korobka dokumentlari bor, 464 GB xotira, imek ro'yxatdan ikkala sim kartasi ham o'tkazilgan. Atiga 950 ming so'm qilib beramiz. Redmi 10 modelimiz kelgan do'stlar. Bu yerda 4/128 talik 800 ming so'm imeklardan o'tkazilgan tayyor holatda. Bu yerda mana 1.50 ming so'mga yangi telefonlarimiz bor. 1 yil kafolatlariga ega bo'lgan imek ro'yxatlarini o'tkazilgan tayyor holatda boradi qo'lingizga. Keyingi modellarimiz Samsung Galaxy Note 8 lar. Note 8 modellari do'stlar. Holatlari yaxshi holatda. Uchovini ham imek ro'yxatlarini o'tkazilgan tayyor holatda bo'ladi. 464 GB xotira, ikkita sim karta tushadi. 2 oy imekadan o'tgan. Telefonlarimiz 850 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Tanlab olsanglar bo'laveradi. 3 dona qolgan. PUBG'chilar uchun budjetli variantda 60 fps ushasin deganlarga 64 GB xotirali 1.50 ming so'mga hamda 950 ming so'mga do'stlar. Imek ro'yxatlarini o'tkazilgan tayyor holatda bular. Keyingi modelimiz korobka dokumentli Redmi Note 11 R modeli 950 ming so'mga do'stlar. Korobkalari bor buni. Redmi 15G emas do'stlar, 4/128 talik 850 ming so'm. Adashmasam bu ham PUBG'da 60 fps otsa kerak. Kommentariya bir qator yozib qo'yasizlar. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy A16 8/256 talik xotira 5000 mAh batareyka. Yangida telefonimiz ko'p ishlanmagan, korobka dokumentlarigacha bor, imeklarga o'tkazilgan tayyor holatda. Ko'ringlar, hech qanaqa qirilib, shalinib ketgan joylari yo'q. Telefonlarimizning narxi 1.950 ming so'm qilib beramiz. 850 ming so'mga do'stlar Redmi Note 13 Pro modeli, korobka dokumentlari bor. Mana shu joyda ozgina dog'i bor, singan. Shuning uchun narxi arzon. Ekranni mana shu joydan tepasi ishlamaydi, pasti ishlaydi. Shuning uchun arzon model 850 ming so'mga. 950 ming so'mga do'stlar 4/128 talik Redmi 12 modelimiz do'stlar. 5000 mAh batareyka bo'ladi. Ikkala sim kartasi ham imeklardan o'tgan 950 ming so'm do'stlar. Poco so'raganlarga Poco modelimiz ham 64 GB xotira 950 ming so'mga. Oppo so'raganlarga Oppo modeli
A54 adashmasam 4 ga 128 talik xotira bo'ladi. Korobkalari bor, imekalari o'tgan, hamma yo'q zo'r ishlarga tekshirib ko'rib oldik. Bemalol aloqa qilsanglar yetkazib beriladi yoki do'kondan kelib xarid qilsalar ham bo'laveradi do'stlar. Bu yerda A05imiz ham 950 ming so'm, 4 ga 128 talik korobka dokumentlari bor. Yil yangi telefon so'raganlarga bular. Samsung Galaxy A11 modelimiz 32 talik xotira bo'ladi, 650 ming so'mga do'stlar. Keyingi modelimiz Samsung Galaxy A8 Plus modeli 32 GB xotira bo'ladi. Bunimiz 650 ming so'm do'stlar. Xo'p, detskiy planshet so'raganlarga detskiy planshetlarimiz ham kelgan. 500 ming so'mdan bilasizlar sotyapmiz buni. Arab tili, rus tili, ingliz tillarini o'rgatadi. 4 ga 128 talik xotira bo'ladi bunimiz. Xo'p, bu yerda bunaqa ranglari bo'ladi. 5 xil rangi bor. O'g'il bolaga, qiz bolaga bemalol tanlab olsangiz bo'laveradi. Xarakteristikalarni bir qator pauza qilib ko'rib olsanglar ham bo'laveradi bemalol. Xo'p, bunimiz narxi atiga 500 ming so'm. Bu ikkala turgandi narxi 650 ming so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ichiga kiradi do'stlar. Manzillarimizni bir qator eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani, Makro 2-qavat 21-do'konga kelsalar bo'laveradi yoki 91 061 0216 raqamlaridan bemalol bog'lanib zakaz qilsalar ham bo'laveradi. O'zbekistonning 12 viloyatiga dastavkalarimiz bor. Ajratgan vaqtingizga sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.